Nazarbek tekstilda ajoyib bir hovlimiz sotuvga qo'yildi azizlar. Hovlimizning tashqi fasadini ko'rishingiz mumkin. Alohida 6 metr chuqurlikka ega koloduslar qozilgan ekan, kanalizatsiyada muammo yo'q degani. Uyimizning maydoni 2 sotiq, 4 ta xonadan iborat. Uyimizning narxini video oxirida aytib o'taman. Hovlimizga kirish qismi chap tomonimizda shunaqa agorod qilingan ekan. O'ng qo'limiz garaj, bemalol bitta mashina sig'adi. Hovlimiz uchun alohida podvol bor, ko'rishingiz mumkin. Uy egalari tomonidan yaxshi niyatlar bilan qurilgan ekan, 100% pishgan g'ishtdan ayrim sabablarga ko'ra sotuvga qo'yilgan ekan. Endi xonadonda ichki tomonini ko'ramiz. Uyimizga kirib kelish qismi chap tomonimizda mehmonxona, o'zingiz xohlagandek remont qilish imkoniyati bor. Keyingi xonamiz oshxona, 100% elektr santexnika ishlari qilingan, 90% bitgan. Keyingi xonamiz bolalar xonasi. Aynan shu xona orqali orqa hovliga ham chiqsangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz umumiy sanuzel. Undan keyingi xonamiz esa ota-onalar yotoqxonasi. O'zining alohida sanuzeliga ega. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $80,000, yana ozroq kelishiladigan joyi bor. Pastda uy egalari raqamini qoldiraman, qo'ng'iroq qilib baraka qilishingiz mumkin.